Video davomida Ko'k piyoz deb ataladigan yashil piyoz ko'z salomatligi uchun katta foyda keltiradi. Ko'k piyoz yurak mushaklarining yaxshi ishlashini ham ta'minlaydi. Bu ko'kat sog'lik uchun foydali bo'lib, ko'plab kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Ibn Sino kashnich urug'ini tibbiyotda oshqozon ichak, bosh og'rig'i kasalliklarda davo sifatida qo'llagan. Kashnich iste'mol qilish kimlarga mumkin emas? Ukrop ham eng ko'p iste'mol qilinadigan ko'katlar sirasiga kiradi. Tibbiyotda ham, xalq tabobatida ham shivit, saraton kasalligi bilan og'riydigan bemorlarga tavsiya qilinadi. Chunki uning tarkibida ukropning zararli tomonlari ham bormi degan savol tug'ilishi mumkin. kanalimizga obuna bo'ling. Bugun bozorlarimiz rastalarida nafaqat pishiqchilik paytida, hatto qishda ham istagan mahsulotingizni topishingiz mumkin. Ayniqsa ko'katlarni barcha fasllarda sevib iste'mol qilamiz. Taomlar hamda salatlarga o'zgacha ta'm va ifor bera oladigan ko'katlarning turlari ko'p. Shuningdek, ularning har biri o'ziga xos foydali xususiyatlarga ega. Zero tabiat in'om etgan har bir giyoh inson sog'ligi uchun xizmat qilishiga shubhamiz yo'q. Biroq hamma ham bu haqda to'liq ma'lumotga ega emas. Bugun biz sizga turli xil ko'katlarning foydali xususiyatlari hamda ularni iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Aslida ko'katlar faqat vitaminlarga boy bo'lgani uchun emas, balki turli kasalliklarga davo bo'lgani uchun ham iste'mol qilinishi kerak. Birgina ko'k piyozni olaylik. U oddiy piyozga nisbatan ko'p miqdorda azot moddalari, qand va vitaminlarni o'zida saqlaydi. Shuningdek, u efir moyi, askorbin kislotasi, A, B1, B2 kabi vitaminlarning ham manbai hisoblanadi. Odatda xalq orasida ko'k piyoz deb ataladigan yashil piyoz ko'z salomatligi uchun katta foyda keltiradi. Uning tarkibidagi A vitamini ko'z shoh pardasini mustahkamlaydi. Ko'zning qorong'uda ko'rish qobiliyatini yaxshilashga va ko'rish pigmentining me'yoriy darajasini saqlab turishga yordam beradi. Bu esa ko'zning tiniq ko'rishini va yorug'likka sezuvchanligini ta'minlaydi. Shu bilan birga A vitamini shoh parda qurishini oldini oladi. Bu esa ko'z quruqligidan aziyat chekadiganlarga ayniqsa foydalidir. Bundan tashqari yashil piyozda C vitamini ham mavjud bo'lib, bu vitamin ko'z to'qimalarining sog'lomligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. C vitamini tomir devorlarini mustahkamlaydi. Bu esa ko'z ichidagi qon aylanishini yaxshilaydi va ko'zning doimiy ravishda kislorod bilan ta'minlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ko'k piyoz tarkibida mavjud bo'lgan lyutein va zeaksantin kabi moddalar ko'z hujayralarini erkin radikallar va ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Yoshga bog'liq ko'z kasalliklarini, jumladan kataraktani rivojlanish xavfini kamaytiradi. Ko'k piyoz yurak mushaklarining yaxshi ishlashini ham ta'minlaydi, ishtahani ochadi. Shuningdek, u tanadagi ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuborishda ahamiyati katta hisoblangan kaliy va karotin moddalariga ham boy. Tish va mir kasalliklarini oldini olishda ko'k piyozni foydasi katta. Bahorda uni albatta salatlarga qo'shsangiz yoki o'zini shunchaki iste'mol qilsangiz, organizmingizni vitamin va minerallar bilan boyitgan bo'lasiz. Ko'k piyoz immunitetni mustahkamlab, viruslarga qarshi kurashadi. Ovqat hazm qilish jarayonini va qon tarkibini yaxshilaydi. Ko'k piyozni salatlarga solganingizda organizmga yaxshiroq singishi uchun o'simlik yog'i va bir chimdim tuz qo'shsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda siz oshqozon ichak traktidan aziyat cheksangiz, u holda ko'k piyozni me'yorda iste'mol qilishingiz kerak. Sevimli ko'katlarimizdan yana biri kashnich dasturxonimiz hamda oshxonamizda o'z o'rniga ega. U taomlarga maza berish bilan birga kayfiyatimizni ko'tarib, umrni uzaytirishga xizmat qiladi. Asosan Kavkaz xalqlari oshxonasida qo'llaniladigan bu ko'kat sog'lik uchun foydali bo'lib, ko'plab kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Ushbu xushbo'y o'simlik tarkibidagi efir moylari, vitaminlar, minerallar va antioksidantlar yurak qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Kashnich o'zida ko'p miqdorda kaliy va natriy yog'larni saqlaydi.
Bu o'z o'rnida gipertoniya, arterial qon bosimi va yurak qisqarishini nazorat qiladi. Kaliy va natriyning zimmasidagi yana bir vazifa qondagi qand miqdorini me'yorlashtirishdir. Ibn Sino kashnich urug'ini tibbiyotda oshqozon, ichak, bosh og'rig'i kasalliklarida davo sifatida qo'llagan va yel haydovchi vosita tarzida ishlatgan. Shuningdek, u jigar va o't qopi xastaliklarida o't haydovchi, yaralar bitishini tezlatuvchi, balg'am ko'chiruvchi, gijjalarni tushiruvchi xususiyatlarga egaligi uchun shifobaxshdir. Kashnich ko'ngil aynishini bartaraf etib, oshqozon va ichakdagi fermentlarni faollashtirishga yordam beradi. Qorin dam bo'lishini kamaytiradi. Kundalik miqdordagi kashnich iste'moli inson immunitet tizimini kuchaytiradi. Bundan tashqari, u xotirani yaxshilashga ham yordam beradi. Kashnichdan mikroblarga qarshi kurashda, bundan tashqari, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, milklar yallig'lanishda samarali foydalanish mumkin. U surunkali yallig'lanish va saraton xavfini kamaytiradi, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Mushaklarni va asab tizimini bo'shashtirib tinchlantiradi. Tarkibidagi magniy va V vitaminining ko'pligi sabab stressning oldini oladi. Azal-azaldan hayotbaxsh ko'kat deb ataluvchi kashnich shuningdek gipertoniya va aterosklerozda, yo'talni kamaytirishda, gijjalarni haydashda, tomoqdagi balg'amni ko'chirishda, o't haydash, ovqat hazmini yaxshilashda ham foydali hisoblangan. Kashnich iste'mol qilish kimlarga mumkin emas? Homiladorlarga va yurak qon tomir faoliyati bilan bog'liq xastaliklarda kashnich iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Shuningdek, allergik toshmalarga moyilligi borlar ham kashnichni me'yordan ortiq iste'mol qilmasliklari kerak. Kashnich bilan bir qatorda shivit, ya'ni ukrop ham eng ko'p iste'mol qilinadigan ko'katlar sirasiga kiradi. Ulardagi organik kislotalar, vitaminlar, askorbin kislotasi suyuq ovqatlar va go'shtli taomlarni xushta'm qiladi. Bu o'simlik O'rta Yer dengizi orollari bo'yida paydo bo'lgan. Yevropa mamlakatlariga u 16-asrda kirib kelgan. O'simlikdan taom tayyorlash va bezatishdan tashqari, turli kasalliklarga qarshi dori vositalarini tayyorlashda, kosmetologiyada ham keng foydalaniladi. Tuzlamalar, go'shtli taomlarni tayyorlashda ham uning o'rni beqiyos. Shivit barglari C, A, B2, B6, P, PP vitaminlariga, kalsiy, kaliy, fosfor, temir va magniy mikroelementlariga, karotin, flavonoidlar va mineral tuzlarga boy hisoblanadi. Bu moddalarning barchasi organizmda oson hazm bo'ladi. Shuningdek, ular qon hosil bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ukropdan tayyorlangan damlamalar hazmni yengillashtiradi, ishtahani yaxshilab, qorin dam bo'lishidan, ichaklarda havo to'planishidan saqlaydi. Nafas olish tizimi a'zolariga va jigarga foydalidir. Shuningdek, ukrop peshob haydash, balg'am ko'chirish, ona sutini ko'paytirish, modda almashinuvi jarayonini yaxshilash, suyak to'qimalarini mustahkamlash, qonni kislorod bilan boyitish xususiyatiga ham ega. Bundan tashqari, u ishtaha ochadi, ovqat hazmini yengillashtiradi, tomir tortishishini bartaraf etadi, xotirani mustahkamlaydi, kayfiyatni yaxshilaydi, quloq og'rig'i, astma va bronxit kabi kasalliklarga davo sifatida ham foydalaniladi. Qolaversa, ukrop tinchlantiruvchi ta'sirga ega, uyqusizlikda ham yaxshi samara beradi, qon bosimini pasaytiradi, shishlarni ham ketkazadi. Tibbiyotda ham, xalq tabobatida ham shivit saraton kasalligi bilan og'riydigan bemorlarga tavsiya qilinadi. Chunki uning tarkibida kimyoviy terapiyaning zararli oqibatlarini bartaraf etadigan foydali moddalar mavjud. Ukrop suvi chaqaloqlardagi qorin dam bo'lishidan xalos etishini ko'p bor eshitgansiz. Aniqlanishicha, u nafaqat kichik yoshdagi bolalar, balki kattalar uchun ham o'ta foydali. Ukrop suvi, shuningdek ukrop urug'larining damlamasi ortiqcha vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. Uni diabetning oldini oluvchi ajoyib vositalardan biri sifatida ham bilishadi. Damlama shifokorlar tomonidan yurak yetishmovchiligi, jigar sirrozi va qorin dam bo'lishida buyuriladi. Ukrop suvi qabziyat,
oshqozon va siydik yo'llaridagi og'riqlar, NRS kabi xastaliklarda ham foyda berishi isbotlangan. Ko'pchilik teri parvarishida shivitning unchalik foydasi yo'q deyishi mumkin, ammo bu xato fikr. Shivitni maydalab, suvi ko'z atrofiga qo'yilsa, ko'zdagi charchoqni oladi. Shuningdek, husnbuzar, yuz terisining qurishi, turli allergik reaksiyalarga qarshi ham ukrop sharbati asqotadi. Agar ana shu sharbat soch ildiziga surtilsa, soch tolalarini mustahkamlaydi. Sochning butun uzunligi bo'yicha surtilsa, sochning turli kasalliklarga davo bo'ladi. Soch to'kilishini oldini oladi. Bundan tashqari, kashnich hamda ukrop urug'laridan efir moyi olinadi va kosmetik vositalar ishlab chiqarish hamda sovun tayyorlash sanoatida ishlatiladi. Ukropning zararli tomonlari ham bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Aniqroq qilib aytganda, shivit zararli ko'kat emas, ammo uni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish organizmda unga qarshi allergiyaning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, shivit qon bosimi past bo'lgan bemorlarga ham tavsiya etilmaydi. Bir so'z bilan aytganda, ko'kpiyoz, kashnich, ukrop kabi ko'katlar inson salomatligi uchun foydali va zarurdir. Shu bois taomlar va salatlar tayyorlayotganda hamda ularni dasturxonga tortiq etayotganda jambil, kashnich, ukrop, petrushka, rayhon, ko'kpiyoz, selderey va yalpiz kabi ko'katlardan foydalaning. Chunki ko'katlar mazali taomlarimizga yanada xushbo'y ta'm berish bilan birga salomatligimizning haqiqiy posboni hamdir.